Salom hammaga. Bugungi mavzuyimiz FTP protokollar haqida bo'lib o'tadi va uning sozlamalari. FTP protokol o'tishdan oldin biz bitta tarmoq yaratib olishimiz kerak. Ikkita kompyuter kerak bo'ladi, server va ikkita kompyuter birlashtirib turib serverga ulash kerak. Endi kabel orqali ikkita kompyuter serverga ulaymiz va switchni serverga ulab qo'yamiz. Xo'p, FTP protokoli qilishimiz uchun biz tarmoq yaratib oldik. FTP protokoli qanday ishlaydi? Masalan, siz ishxonangizdan turib, biron bir ma'lumot, tekstdagi format bor, uni siz uydagi kompyuterga yuklab qo'ymoqchisiz, lekin flashga ko'tarib yurgingiz kelmayapti. Buning uchun sizga FTP protokoli yordam beradi server bilan birgalikda. FTP protokoli orqali siz serverga ma'lumotni yuklab qo'yasiz. Uyga borganingizda esa serverning IP manzilini terib turib, login parolingizni terib, o'zingizda ma'lumotlaringizni yuklab olishingiz mumkin. Hop, keling shuni sozliklarni to'g'rilab chiqamiz. Ikkita kompyuterga IP manzil berib qo'yamiz. 192.168.1.1 bo'lsin. Birinchi podsesda. Maskini berib qo'yamiz. Ikkinchi kompyuterga ham xuddi shunday qilib IP manzil beramiz. 192.168.1.2 bo'ladi. Maskini berib qo'yamiz. Xo'p, endi server sozlamalariga o'tamiz. Xuddi shunday qilib IP adres berib qo'yamiz. 192.168.1.3 bo'ladi. Maskini beramiz. Endi servis degan bo'limiga o'tib turib, FTP ni tanlaymiz. Bu yerda boshidan bitta users yaratilgan bo'ladi. Bu users kerak emas bizga. O'chirib tashlaymiz va o'zimizga yangi users ochamiz. Loginimiz user bo'ladi. Parolimiz esa 1dan 6 gacha bo'ladi. Bu yerda yozishimiz, o'qishimiz, o'chirishimiz, nomini o'zgartirishimiz va ro'yxatni ko'rishimiz mumkin. Users degan cho'tka orqali. Hop. PC1 ga kiramiz, biron bir ma'lumot yaratamiz. Masalan, salom deb qo'yamiz. Salom degan xat. Saqlaymiz va xat deb yozib qo'yamiz. Endi ko'ramiz. Bu narsamiz saqlandimi yoki yo'qmi? Buning uchun komandga kirib turib, dir degan komandani beramiz va ko'rishimiz mumkin. Xat degan tekstovoy format bizda bor ekan, 5 megabitlik. Endi bu narsani serverga yuklashimiz kerak. Serverga yuklashimiz uchun FTP 192.168.1.3 serveri IP manzilini teramiz. Bizdan login so'ramoqda. User degan loginimiz edi. Parolimiz 1dan 6 gacha edi. FTP ni ichiga kirib oldik. Endi yuklashimiz uchun pad degan komandani beramiz va xat nuqta tekstovoy formati bilan birga yozishimiz kerak. Enter bosganimizda bizga 5 baytli narsa yuklanganligi haqida ma'lumot beradi. Hop, endi serverdan buni tekshirib olishimiz kerak. FTP ni o'ziga kiramiz. Serverga desktop command prompt qilamiz va FTP ga kirib olishimiz kerak. FTP deymiz. IP adresini yozamiz. 192.168.1.3. Loginimiz ko'ramiz. User. Parolimiz 1dan 6 gacha. Xo'p, FTP ni ichidamiz endi. Boyagidek dir komanda bilan tekshirib olamiz. Xat degan tekstovoy formatimiz bormikan? Bor ekan, mana 5 bitli tekstovoy formatimiz bor ekan. Xo'p, yaxshi. Endi
Siz masalan tasavvur qilaylik, uyga bordingiz va ma'lumot kerak bo'lib qoldi sizga. Siz o'z kompyuteringizdan kirasiz. O'z kompyuteringizdan kirasiz va FTP ga ulanishingiz kerak bo'ladi. Masalan, FTP IP manzili 192.168.1.3. Login terasiz, user, parol 1 dan 6 gacha va boya pad qilgan bo'lsak, endi get qilib o'zimizga yuklab olamiz bu narsani. Get xat nuqta tekstoviy format. Enter bosamiz va bizga 5 baytli tekstoviy format yuklanganligi haqida ma'lumot beradi. Endi FTP dan chiqib ketishimiz kerak. Quit qilib chiqib ketamiz FTP dan. Ikkinchi kompyuterimiz o'ziga kiramiz va bu yerda dir degan komanda bilan ro'yxatimizni ko'ramiz. Mana xat.txt 5 baytlik yuklanganligi ko'rinib turadi. Mana FTP protokoli shulardan iborat edi. Qisqacha ma'lumoti. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.